granulometrik tarkibni aniqlashda elaklar turkumi yordamida analiz qilish. O'lchami 0,3 mm mahsulotning namligi yuqori bo'lib, quruq usulda elashni qiyinlashtirsa, namuna dastlab quritiladi. Og'irlikdagi yo'qolish elash natijasida olingan alohida sinflar chiqishlari orasida taqsimlanadi. Yirik o'lchamli sinflar quritilmaydi. Yirik mahsulotning tahlili laboratoriya elaklarida o'tkaziladi. O'lchami 6 mm gacha bo'lgan mayda mahsulotni elash mexanik silkitgichlarda amalga oshiriladi. Mahsulotni elash 10-30 daqiqa davom etadi. Elash vaqti mahsulotning namligi va yirikligiga bog'liq. Mayda va nam mahsulot uzoq vaqt elanadi. Keyin silkitgichda yoki qo'lda shu elaklarning o'zida elashning qanchalik to'liq bo'lgani tekshiriladi. Mexanik silkitgich korpus, udarnik, g'alvir turkumi, yog'li vanna, val, mushtum va shtokdan iborat. Agar kontrol elanganda 1 daqiqada davomida elakdan o'tgan mahsulot massasi elakda qolgan mahsulot massasidan 1% oshmasa, yirik mahsulotni ham, mayda mahsulotni ham elash tamomlangan hisoblanadi. Elash orqali tahlil deb mahsulot namunasini yirikligiga qarab bir qator sinflarga ajratishga aytiladi. Elash orqali tahlil foydali qazilma alohida sinflarning chiqishini aniqlash uchun o'tkaziladi. Shuningdek, qiziqilayotgan komponentning sinflardagi miqdori ham aniqlanadi. Namunani sinflarga ajratish uni ma'lum o'lchamli teshiklarga ega elaklar turkumi yordamida elash orqali amalga oshiriladi. Elash orqali tahlil o'lchami 150-200 mm dan 0,74 0,43 mm gacha mahsulotni tekshirish uchun qo'llaniladi. O'lchami 0,74 mm dan kichik mahsulotlarning granulometrik tarkibi sedimentatsiya usuli bilan aniqlanadi. Boyitish amaliyotida elash orqali tahlil qilish uchun sim yoki sintetik turdan kvadrat shakldagi teshikli qilib tayyorlangan kontrol elaklar ishlatiladi. To'plamdagi elak teshiklari o'lchamining nisbati doimiy va o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Odatda rudani elash uchun ishlatiladigan elaklar turkumi quyidagi o'lchamdagi elaklarni o'z ichiga oladi. 60, 40, 30, 20, 10, 5, 2,5 va 1 mm. Ko'mirni elash uchun esa elaklar turkumi 150, 100, 50, 25, 13, 6, 3, 1, 0,5 mm. Ikkita qo'shni elak teshiklari o'lchamining bir-biriga nisbati modul deyiladi. Yirik mahsulotni elashda 2 ga teng modul ishlatiladi. Bu modulga ko'ra elaklar turkumi quyidagi o'lchamli elaklardan tashkil topadi. 100, 50, 25, 12, 6, 3, 0.